Assalomu alaykum dehqon akalar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Kechagi uyutib qo'ygan tarvuzurug'im Saiz tarvuzuruq italyanskiy. Kecha qo'yganimizda ko'rgan bo'lsanglar, mana shu tepada edi. Mana Xudoga shukr, mana pastga tushdi uydi. Shuni endi xaltaga solib olib qo'yamiz inshaalloh. Kecha abedda soat 1lardan keyin uyutdim. Endi hozir ertalab olib qo'yaveray. Ko'p uyutib ham bo'lmaydi. Achib qolmaslik kerak. 12 soat yo bo'lmasa 18 soat, 24 soatga to'g'rida. Shuni endi hozir xaltaga solib qo'yamiz, xudo xolasa. Ashinga hozir o'zimligim uchun mana laganga. O'zingiz bo'lasizmi, kim bo'lsa ham 2-3 kishi bo'lsa endi ushashib turadi. O'zimligim uchun mana oddiy bunaqa jomga mana durrani yaxshi normalniy durrali, yuqqa durradan emas, mashinga mana xudo xolasa eski jomimizga mana shunday qo'yib turib, shunday shuni qo'yasiz mana. Bitta qo'ymasdan tushirasiz, xudo xolasa. Bo'ldi, shun bilan xaltaga tushdi-da mana xudo xolasa. Buni endi tushganimizda olib o'zi suv nam anaqa ham bo'ldi bu hozir. Mana namlandi bu o'zi latasi ham mana. Bu suvni oqizdirib yuborasiz. Suv bilan salafanga solib bo'lmaydi. Shunday qo'ysangiz qurib qoladi. Ana shuning uchun buni mana suvni oqizdirib yuboramizda, xudo xolasa. Alloh nasib qilsa, xudo xolasa mana shu ilib qo'yamiz. Bir 2-3 kundan keyin o'zi pixlab qoladi. Hali tovuqni xo'razni pixiga o'xshab oppoq bo'lib chiqaveradi. Dehqon akalar mana shunaqa. Keyin ko'pchilik so'rabdi. Bir ikki kishi so'rabdi, kecha kommentariy o'qib qolgandim. Aka chiqmayapti dedi. Unmayapti dedi. Uning uchun salafanga solib, salafanni sal anaqasini qilish kerak. Nima deydanligim? Og'zini ochib qo'yish kerak. Hozir shuni jarayonni qilamiz. Mana bo'ldi, salafan topamiz. Dehqon akalar mana xaltaga soldik. Oddiy og'zini mana shunday qilib, oddiy qismasdan qisib olmaysiz. Shunday qilinadi-da mana. Shuni mana oddiy salafanga solib turib, mana oddiy salafanga solib, og'zini bekitib qo'ymaysizlar. Agar og'zini bekitib qo'ysanglar, dimlanib qoladi, chiqmaydi, unmaydi. Shunga juda katta e'tibor bering. Shu holatda bir daraxt joyiga, kunda anaqasiga quyosh o'ta ko'p bo'lsa, salqinroq qilasiz ola-ko'lankaga. Agarda yo'q, kun unchalik kuchli bo'lmasa, shu quyoshga ilib qo'ysanglar, mana undan issiq o'tib, ancha-muncha tezlashtirib beradi. Keyin undan keyin o'ta issiq bo'lsa, kuydirib qo'yadi. Issiqqa olib bormaylar, bu salafan ichini qizdirib yuboradi. Ashlarni e'tibor beringlar. Og'zini albatta e'tibor beringlar, og'zi ochiq tursin, katta. Mana shunday ochiq turaversin. Shabada kirish kerak buning ichiga. Xo'p, undan keyin videoni beraverasiz. Mana undan keyin oshqovoq kecha uyutganman. Urug'ini mana oshqovoq 30 sotik joyga oshqovoq ekyapman. Hali dostor oshqovoq deydi, salla oshqovoq. Mana addenni uyutib qo'ydim uni. Ozroq. Mana bu xashak, o'zimiz xashak oshqovoq. Men gibrid haligi davlat tarafdagi kelingan haligi chet elda urug'larni ekmaganman. Undan hech qiziqqanim yo'q. Undan ham ekib olarmiz, Alloh nasib qilsa. O'zimiz xashak urug'lardan uyutib qo'yganman. Buni ham xuddi shunday hozir mana unga durra solinadi yoki material solinadi. Buni ham to'kiladi. Ko'p uyutib bo'lmaydi deyishning sababi mana ko'pligini ko'ryapsizlar mana. Urug' achib qoladi. Urug' achib qolsa bo'r bo'lib chiqmaydi-da. O'rtacha 1 sutka, eng ko'pi 1 sutka. Bo'lmasa 12 soat. Qovunmi, tavruzmi, oshqovoqmi, qanaqa urug' bo'lsa ham, makkami, nimadir uyutib ekishadi ko'pchilik uy sharoitida. Shuning uchun imkon qadar 1 sutka eng usag'i, bo'lmasam 12 soat uyutasiz. Keyin xuddi shunday qilib mana shuni hozir ilib qo'yamiz, xudo xolasa. Manaqa daraxtlar bor mana, oddiy. Shu daraxtga ola-ko'lanka mana daraxt. Shu yerga ilib qo'ysak turaveradi mana. Bitta joyiga mana. Bo'ldi, mana shu mana ola-ko'lanka turaveradi. Quyosh ham tegadi, salqini ham bor, ancha shun bilan
kunduzi qo'yib qo'yaman, kech payt olib kelib qo'yaman salqinni. Yana kunduzi kunda bir mahal ochib, shabadalatib qo'yasiz. Shu bilan inshaalloh juda zo'r bo'ladi. Alloh rozi bo'lib qolsa bo'ldi. Xudo xolasa shunaqa ishlar. Kavrak ekkandim, o'tgan yili kavrak ko'p qurib ketdi, lekin qolgani chiqdi mana. Chiqqanicha bo'lib turibdi. Endi olak anaqasi ko'p, olalar rosa ko'p. Yerim sho'rlik qildi, ko'pchilik kavrakni ham so'rovdi mana, olak yo'lanka, lekin bo'lgancha bu yotibdi. Hozir bunga ham uncha qiziqish yo'q. Nasib qilsa qani qiziqib qolarmiz bunga. Xo'p, dehqon akalar endi oshqovoqni ham xuddi shunday darsda xaltaga solib qo'yamiz. Bu xaltadagi nimaga bunaqa desanglar, bu отдельно boshqacha urug' qo'shganim yo'q. Shuning uchun buni assortiment urug' bor, mana ichkaridagi mana. Mana bu bo'lsa, bu отдельно katta bo'ladigan oshqovoqdan edi bu. Kilosi bir 15 kilo, 17 kilo bo'ladi o'zimizning hashak urug'dan bu ham. Buni ham mana tayyor materiali, paxta materiali uy ana qilib qo'yamiz. Salafanga solib buni ham olib qo'yamiz, xudo xolasa inshaalloh. Xo'p, endi buni ham xuddi shunday mana shu idishga solamiz. Mana bo'ldi. Ketdi mana. Anaqasi bo'ldi, mana ketdi. Anaqasi yo'q buni ham. Tayda teshigi bor, tayyor va suv oqib turadi. Suv oqib ketishiga xudo xolasa shunday xaltaga solib olib qo'yamiz. Mana urug'lardan qo'shilib qolibdi. Assortiment urug'da mana. Ichida makkalar ham chiqyapti, xudoning qudrati bilan bo'pti. Buni ham ekib o'raveramiz ashita qatoriga, xudo xolasa. Akajonlar shunaqa dehqon akalar, bilmaganimizni o'rgatasizlar, bilganimizni biz o'rgataveramiz. Dehqon akalar, Alloh rozi bo'lsin hammanglardan, duo qilib turinglar mana. Oshqovoqlarni ham bir yil men optim narxda Andijonlik bitta akamizga sotdim. 1,5 ming so'mdan sotdim, 1,5 ming so'mdan. Optim narxiga. Qishda sotdim albatta. Mana akajonlar suv oqib ketdi mana bu yerda. Mana suv oqib ketdi, xudo xolasa. Buni ham o'rab tur, xuddi shunday salafanga solib ilib qo'yasizlar. Xudo xolasa 2-3 kundan keyin qarasizlar. Oshqovoq sal sekinroq chiqadi, torozga nisbatan. Unib chiqishi. Alloh nasib qilsa, dehqonchilikka baraka bersin akalar, hammanglarga bizga ham duo qilib turasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manfaatli bo'ldi deb o'ylayman, bu dunyoligimizga manfaatli bo'lsin akalar. Bu videodan chiqarish maqsad Allohning rizoligi akajonlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.